Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qizlar? Qizlar, hozir navbatdagi narsalarni hammasini hisobga qo'ymoqchiman. YouTube uchun anchadan beri video olmadim. Xo'sh, boshlaymiz. Hozir bu qizlar Velderma brendidan kollagenlik serum, ya'ni ampula. Buni ichida 50 mg ampulasi va rolleri bor. Buni surib, rolleri bilan massaj qilsangiz bo'ladi. Xullas, bu roller kremni 2 barobar ta'sirini kuchaytiradi ham yuz avvalini chiroyli qilib to'g'rilab beradi, lifting qilib beradi. Bu rollerni faqat bu serum bilan emas, boshqa har qanaqa serum bilan va har qanaqa krem bilan ishlatishlaringiz mumkin. Buni narxi atigi 240 ming so'mdan qizlar. Keyin aytmoqchiman, buni narsalari menda bilasizlar hozir kremidan, ampulasidan, toneridan, penkasidan bor. Men bu ampulani narxini masalan 240 mingga qo'ygan bo'lsam, kimdir meni gruppamga yozibdi, originalmi deb. Ha, original desam yo'q, men rus qimmatga olganman u. Shu ampulasini 500 mingga yaqin olibdi, narxini shunaqa olibdi. Yana men 130 mingga qo'ygan krem narxini 250 mingga olibdi. Penkani narxini 260 mingga penkani olibdi. Men uni 130 mingga qo'yganman. Xullas, shunaqa narxdagi olibdi, ancha qimmat olibdi. U qimmat, undan qimmat, menda arzon degani, uniki original, meniki poddelka emas qizlar. Meniki ham 100% original, 100%, 1000% original. Ikkilanmasdan olsanglar bo'ladi. Menikini deyapti, ichidan pasportlari, nimalari chiqadi ekan. Lekin buni ham ichida o'zini nimalar kitobchalari bilan chiqadi qizlar. Xullas aytmoqchiman, kimdadir arzon, kimdadir qimmat, poddelka yoki nima degani emas. O'zi poddelka narsalar bilinib turadi, lekin menda hech qachon poddelka narsa sotmaganman. Shu paytgacha sotmayman ham. Xullas, bundan bor narxi 240 ming so'm qizlar. Keyin soch mislari bor. Bu mis sochni yog'lanishiga ham nima ko'mak bo'ladi-yu soch. O'shanga qarshi haqiqatan zo'r. Men o'zim ishlatganman, ancha paytgacha soch yog'lanmay turadi. Ham svejiy hid kelib turadi sochlardan. Bundan ichida bor, narxi 150 ming so'm. Keyin nimadan bor? Tarkibida ximikatlar yo'q. Allergichni bosh terisi uchun kraskalardan bor. 3 marta ishlatishga yetadi. Narxi 130 ming so'mdan qizlar. Vino shampunlari bor, Black Girl'lik shampunlardan bor. Keyin losyonlar keldi qizlar, mana. Shu losyonlar hidlari mana bu xalotni. Kimgadir shunaqa hid yoqadi, lekin menga mana shu uchalasi shunaqa yoqadi qizlar. Haqiqatan zo'r. Ayniqsa mana buniki bu yangi keldi. O'zi bu ikkalasi yoqardi. Bu yangi keldi, buniki bularnikidan ham zo'r hidi. Shunaqa zo'r bu losyonlar hidi. Haqiqatan zo'r qizlar. Bitta olib ishlatib ko'ring. Narxi 400 mg, atiga 100 ming so'mdan qizlar. Losyon qurigan badanga zo'r bilasizlar. Keyin kerasisniki ham bor. Bu ham yaxshi, lekin menga to'g'ri aytsam shu 3 xil losyonim shunaqa yoqadi. Hidlari umuman gap qo'shib emas. Hamma aytmoqchiman, Amerikadan nima zakaz qilib berdim. Parfyumeriya, ya'ni losyonlari, bilasizlar, spreylari bor. Endi ulardan ham sotishni boshlayman. Endi bilmadim ularning hidi qanaqa keladi, lekin hozircha mana shular menimcha eng zo'ri bo'lib turibdi badan uchun losyonlardan. Xudo xolasa endi amerikanskiy narsalarni ham kirgizishni boshlayman narsa sotuvimga. Xullas, keyin qizlar nimadan ham kelgan. Roundlabni pantenollik kremidan quruq, ta'sirchan, baryer buzilgan yuzi qizlarim uchun ajoyib tanlov. Qimmat sotiladigan kremlardan 80 mg 150 ming so'mdan kelgan. Bular ikkitasi bittada turadi. Alohida ham sotiladi albatta. Donasi 150 ming so'm. Keyin Silmax'ni baryer kremidan ham bor, 160 mingga qizlar. Keyin Roundlabni shu kremi 210 ming so'm. Qizlar, yangilik Boyushrenddan Green tea va keramiklik baryer kremidan kelgan. Quruq, ta'sirchan yuzli qizlarimiz uchun qimmat kremlardan ham skidka zo'r narxda kelgan. Narxi 160 ming so'mda adashmasam shunaqa narxda chiqqan, lekin zo'r krem. Bitta olib ishlatgan, bu yangilik. Melpildan sotaman ko'pchilik biladi, ajinlar uchun krem. Tarkibida peptidlari bor, 150 ming so'mdan. Keyin VT brendidan patrenlik krem. Buni Riddle Shotlarni sotganmiz, bilasizlar. Endi mana kremidan, toneridan, hozir kremidan, toneridan, ko'z kremidan ham SPF dan nalishda bor. Mana shu kremini narxini hozir eslamayapman. Narxi 130 ming ham shunaqa chiqdi. Zo'r narxda chiqdi. 50 mg kremi. Buni tarkibida patena bor, yuzlari glow effekt beradi, yaltirab namlanib, svejiy bo'lib turadi. Bular ichida bor qizlar. Keyin tushib ketdi Silmax Dark Spot kremidan ham bor. Bular ichida Lolarsepni vitamin C-lik yuzi tarkibida vitamin C, niacinamid, AHBH ham yuzi ekstrakti bo'lgan kremimizni nalishda bor. Buni ham narxi 155 ming so'mdan. Ko'z kremlari mana Numbuzin. Riddle Shotimiz ko'z kremi eng yaxshi ko'z kremlardan bular. Namlantiruvchi Shibatir arzon versiyasidan bor. Silmax'ni bu kremidan bor bitta, keyin Silmax bu kremdan bitta qoldi. Buni boshqa SPF dan bor, boshqa narsasidan qolmadi. Keyin qizlar, Gudalni mana shunaqa nabor seti keldi. Bu setning ichida 75 mg kremi va 85 mg kremi bor. Buni ko'pchilik penka deb o'ylabdi, bu penka emas, bu krem, bu ham krem, bu ham krem. Bu 85 mg, bu
75 milligram narxi bu 185 ming so'm, 75 milligramligi narxi bunisi 215 ming so'm chiqdi adashmasam. Zo'r chiqdi bularning narxi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Mazza qilib ancha paytgacha ishlatasizlar. Keyin Melanon X kremdan bor 120 mingga. Mana shu kremni aytdi. Men 130 mingga sotaman bu Velderman bu kremini. U bilmadim 200 mingdan oshiq qo'yganmi narxini, 260 ga oldim dedim. Xullas juda ham qimmat olgan qizlar. Manda arzongidan mazza qilib olib ishlasanglar bo'ladi. Keyin 147 345 kremlardan ham bor qizlar. Keyin yana bitta yangilik. Medicub'dan Patrenlik serumidan ham narxda bor. Bu ham ikkitalik, bu 30 milligramlik. Shishada turadi, paketchada esa 50 milligramligi bor, ikkita pedi bor yonida. Buning narxi hozir esimda yo'q. Keyin qizlar Anuani Peach Niacinamid serumidan bor. Keyin Dr. Alte'dan nima vitamin C'lik va niacinamid serumlaridan bor. Bularning ham narxi 150 ming yoki 160 ming edi. Keyin Anuani bu ikki xil serumidan ham narxda bor. Zo'r qizlar, dog'larga shunaqa zo'r serumlarim bor. Bitta olib ishlatib ko'ringlar. Zo'r effekt olasizlar. Keyin mana niacinamidlar shunaqa booster serumimizdan ham bor. Bu Skin 04 brendidan, Centelladan Silmax Dark Spot serumlaridan bor. Keyin nima budaldibman Merikit serumidan Lol Receptdan bor. Poralarga Green Tomato serumidan bor va Axis serumidan bor. Keyin qizlar Dalba ikki xildan bor qizlar. Lekin bular 100 milligramlik, bu ham 100 milligramlik. Kelasining narxi 195 ming so'mdan zo'r narxga keldi bular ham. Olsanglar bo'ladi. Nima Lenishdan keramiklik krem skinlardan bor. Medipil toneri, keyin Roundlab toneri ikki xildan bor. Mana VT brendidan shunaqa patrenlik toner. Buni ham narxi zo'r chiqdi. 130 mingdan chiqdi qizlar. O'ylaylik 200 milligramligi. Keyin qizlar Glow toneridan bor. Dog'larga qarshi Axisdan Bakachol, Mamondining Bakachol toneridan bor. Silmax'ni Barrier toneridan, mana Veldermanni patrenlik toneridan, Medipildan Patren peptidlik toneridan. Keyin Ronasisi tir makeup fiksatorlaridan bor, ikki xildan bor. Vodostoy suvga ham chidamli, mana bunisidan, sal yengilroq bunisidan ham bor. Misha BB kremlaridan, amatanatkalaridan bor, SPF'lardan. Har xilidan bor. Pretty Skinni 1 2 3 4 xildan bor. Yuzinga tushadigan tanib olsanglar bo'ladi. Keyin qizlar mana Dr. G'ni zo'r SPF kelgan Dr. G'ni mana shu SPFdan krem, bu ham SPF set bo'lib kelgan bittasining ichida, bitta korobka ichida ikkitasi bo'ladi, albatta alohida sotiladi. 150 mingga chiqdi, zo'r chiqdi narxi o'ylar qizlar. Keyin Celeven SPFdan, Roundlab SPFdan ham yo'q, Gudal SPFdan ham bor qizlar. Yashilidan, buni homiladorlar va bolalar ham ishlasa bo'ladi, zo'r SPF qizlar o'ylar. Keyin Axisni SPFdan, Velderman SPFdan, buni sabab buni oranjevisidan kelgan tonaplik u tugadi, mana shu yashildan qoldi. Mana VTdan Patrenlik Sun Essence'dan ham bor. Buni ham narxi zo'r keldi qizlar. Keyin Roundlabni 3 xilidan bor, mana 3 xil SPFdan bor. Lagomni 2 xildan bor, tonaplik, mana ton bermaydigandan ham bor. Betox Johnsonlardan ham bor, narxi 120 mingdan bularni. Mana bu ikkalasini ham narxi 120 mingdan qizlar. Bular narxlarni aytmoqman. Bu 160, bu 190 ming, Roundlab 140 ming, bu 130 ming, bular 150 ming so'm, 145 ming, bular esa 130 mingdan qizlar, mana shular. Bu 150 ming, bular 60 mingdan qizlar. Xo'sh, keyin Dr. G'ni Peelingeldan bor. Mana Boyishning benzin pudrasi ham zo'r narxga keldi, 150 ming so'mga. Dr. Alte'dan gidrofilli masla, Lagomdan gidrofilli, nimadan Roundlabdan gidrofilli va Dr. Circle'dan gidrofilli masladan bor. Keyin penkalardan Lagom ikki xildan bor. Bu penkadan bor. Roundlab bu penkasidan Zero gidrofilli baylimidan bor. Dr. G'ni penkasidan, Ano penkasidan, Axisni bu penkasidan bor. 105 ming so'm, bu 120 ming so'm bundan bor. Bundan va mana bu Veldermanning bu penkasidan ham bor qizlar. Xullas hozir nalichilarim shular, kollagenlarim bor. Hozir ularni ko'rsataman. Zaryad o'chirib telefonini. Agar savollaringiz yoki zakazlaringiz bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Telegramdan Telegram gruppamni silkasini qoldiraman bu video tagida qizlar.